Borliqdagi deyarli barcha narsalar singari yulduzlar ham dunyoga keladi, hayot kechiradi va vaqti kelib o'ladi, ya'ni so'nadi. Bu kimlar uchundir g'alati tuyulishi mumkin, ammo yulduzlar hayoti ham million, ba'zan milliard yillardan so'ng yakun topadi. Yulduzlarning qancha hayot kechirishi va hayot evolyutsiyasi qanday yakun topishi ularning paydo bo'layotgan vaqtida to'plagan materiyaning hajmiga bog'liq. Yulduzlar evolyutsiyasi nazariyasiga binoan o'ta og'ir va ulkan yulduzlar hayotining so'ngida o'z o'rniga qora tuynuklarni vujudga keltiradi. Ba'zilari esa neytron yulduzlarga aylanadi. Neytron yulduzlar o'ta yangi yulduz portlashi vaqtida, aniqrog'i o'ta og'ir va ulkan yulduz hayotining so'nggi bosqichlarida o'z markazi tomon gravitatsion qulash natijasida dunyoga keladi. Neytron yulduz asosini neytronlar tashkil qiladi. Shu sababdan ham bu turdagi fazo jismlariga neytron yulduzlari nomi berilgan. Ulkan yulduzlarning yadro yonilg'isi tugaganidan so'ng yulduz yadrosi tomon falokatli tezlik bilan siqilib boradi. Bu siqilish fanda kollaps deb nomlanadi. Kollaps paytida yulduz zichligi shu qadar ko'p ortadiki, bunda neytronlar protonlarga nisbatan turg'unroq bo'lib qoladi. Bunday sharoitda protonlar va atom yadrolari neytronlarga va ko'p neytronli atom yadrolariga aylanadi va ular neytron yulduzlarni hosil qiladi. Neytron yulduzlari kashf etilishidan ancha avval ularning mavjudligi taxmin qilingan. 1933-yili Amerika fizika jamiyatining konferensiyasida astronomlar Walter Baade va Fritz Zwicky neytron yulduzlarning mavjudligi haqidagi birinchi qat'iy bashoratni qilishdi. Xususan ular neytron yulduzi o'ta yangi yulduz portlashi natijasida paydo bo'lishi mumkinligini asosli ravishda taxmin qildilar. Optika texnologiyasining rivojlanishi ortidan 20-asrning 60-yillarida ilk neytron yulduzlari aniqlandi. Neytron yulduzlarning hajmi juda kichik. Ularning o'rtacha diametri 10-15 kilometr atrofida. Taqqoslash uchun neytron yulduzining kattaligi kichik shaharcha yoki mikrorayoncha keladi. Ammo ulardagi zichlik aql bovar qilmas darajada yuqori. Ularning massasi shu kattaligi bilan ham Quyoshimizdan 2 martagacha og'ir. Vaholanki Quyoshning diametri 1.400.000 kilometr atrofida. Neytron yulduzlari koinotdagi fanga ma'lum eng zich jism hisoblanadi. Ularning bir qoshiqcha keladigan bo'lagi ham million, hatto milliard tonna yuk bosishi mumkin. Neytron yulduzining zichligi yadrosi tomon ortib boradi. Uning yadrosidagi zichlik atom yadrosi zichligidan ham zichroq. Neytron yulduzlarning magnetar, pulsar va rengen pulsarlari yoxud rengen nurli neytron yulduzlari kabi 3 xil turi aniqlangan. Radio pulsarlar yoki oddiy qilib aytganda pulsarlar kuchli elektromagnit impulslarni chiqaradigan neytron yulduzlarning eng keng tarqalgan turidir. Biroq pulsarlarni koinot maydonida aniqlash juda qiyin. Pulsarlar o'zlarining magnit qutublaridan elektromagnit nurlanish chiqarganligi sababli ularni faqat radiatsiya nurlari yerga yo'naltirilgan vaqtidagina kuzatish mumkin. Pulsarlar neytron yulduzlarining birinchi aniqlangan turi sanaladi. 1967-yili Kembrij universitetining Mallard radioastronomiya observatoriyasi olimlari tomonidan ilk pulsarlar aniqlandi. Aniqrog'i ulardan koinot bo'ylab taralayotgan qisqa impulsli signallarni tutishga muvaffaq bo'lindi. Magnetarlar neytron yulduzlarining noyob turi bo'lib, ular juda kuchli magnit maydonlariga ega. Magnetarlarning radiusi, harorati va zichligi kabi boshqa xususiyatlari boshqa neytron yulduzlarga o'xshash bo'lsa-da, ular kuchli magnit maydonlari va biroz yuqori aylanish tezligi bilan boshqalaridan farq qiladi. Nazariy jihatdan magnetarlarning mavjudligi 1992-yilda bashorat qilingan.
Ularning haqiqiy mavjudligi haqidagi birinchi dalil 1998-yili Burgutlar yulduz turkumidagi SJR 1900+14 nomini olgan neytron yulduzidan kuchli gamma va rentgen nurlanishining portlashi kuzatilganda olingan. Magnetarlar koinotdagi eng kuchli magnit maydoniga ega koinot jismlari hisoblanadi. Rentgen pulsarlari asosan ular juft holda uchraydi. Ya'ni bu turdagi neytron yulduzi boshqa yulduz bilan bir sistemada joylashgan bo'ladi. Neytron yulduz yaqinidagi yulduz massasini o'zining kuchli gravitatsiyasi ta'sirida muntazam o'z domiga yutib borarkan, o'zidan rentgen nurlarini taratadi. Bu turdagi neytron yulduzlari birinchi bor 1971-yili Uhuru orbital rentgen teleskopi orqali aniqlangan. Deyarli har bir kuzatilgan neytron yulduzining sirt harorati taxminan 600 ming gradus Selsiyni tashkil qiladi. Yangi paydo bo'lgan neytron yulduzlarida undan ham yuqori bo'lishi mumkin. Taqqoslash uchun Quyosh yuzasidagi harorat o'rtacha 5000-6000 gradus Selsiy atrofida. Bundan tashqari ularning magnit maydoni taxminan 1 kvadrillion martaga, tortishish kuchi esa Yernikidan 200 milliard martaga kuchliroq. Biroq ularning kuchli magnit maydonining sababi hanuzgacha sirligicha qolmoqda. Neytron yulduzlari juda katta tezlik bilan aylanadi. Bir soniyada o'z o'qi atrofida bir necha 100 martalab aylanadi. Yerdan 18 ming yorug'lik yil uzoqligida joylashgan qisqacha PCRG-17 nomini olgan pulsar yulduzi bir soniyada 716 marta aylangani aniqlangan. Ba'zi neytron yulduzlari soniyasida 1000 martagacha aylanishi mumkin. Neytron yulduzlari atrofida ham sayyoralar mavjud. Taxminlarga ko'ra bu sayyoralar neytron yulduzlarining o'zlari bilan bir vaqtda paydo bo'lgan yoki neytron yulduzlari ularni gravitatsion kuch ta'sirida tortib olgan va o'z atrofida aylanishiga majbur qilgan. Koinotda kam hollarda neytron yulduzi juft holda uchraydi. Juft neytron yulduzlari bir-biriga gravitatsion ta'sir ko'rsatib, oxir oqibatda ular to'qnashadi. 2017-yilning 17-avgustida butun dunyo bo'ylab 70 dan ortiq observatoriyalarning teleskoplari, shu jumladan Hubble teleskopi ham koinotning bir nuqtasiga qaratildi. Shu kuni astronomlar ikkita neytron yulduzining to'qnashuviga guvoh bo'lishdi. Ikki neytron yulduzining to'qnashishi natijasida eng og'ir kimyoviy unsurlar vujudga keladi. Misol uchun ayollarimiz uchun sevimli bo'lgan tilla taqinchoqlar asosini tashkil qiluvchi oltin bundan milliard yillar avval neytron yulduzlarining o'zaro to'qnashishi natijasida paydo bo'lgan. Neytron yulduzlari juda kichik bo'lganligi uchun ularni koinotda payqash juda mushkul. Boz ustiga ular deyarli o'zlaridan yorug'lik taratishmaydi. Hozirgi kunda fanga 2000 dan ortiq neytron yulduzlari ma'lum. Olimlarning fikricha, birgina somon yo'lining o'zida milliardga yaqin neytron yulduzlari bo'lishi mumkin. Insoniyat uchun neytron yulduzlarining ko'plab xususiyatlari jumboqligicha qolmoqda. Zero neytron yulduzlari koinotdagi eng sirli jismlardan biridir. Insoniyat koinotdagi bir jumboqqa yechim topishga intilarkan, uning ortidan yana o'nlab, yuzlab jumboqlar tug'ilaveradi. Bu jumboqlarning tagiga yetishga esa odamzodning ilm zakovati ojizlik qilmoqda. Shuning bilan videomizga ham yakun yasaymiz. Barchangizga xush kayfiyat tilagan holda keyingi videolarimizda ko'rishguncha deb qolamiz.